Mamlaqa keng dalala bor joyda holi ancha toza bo'ladi-da. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizdan kuzatib borayotgan qadrli vatandoshlar, obunachilar, bizdan kuzatib borayotganlar. Toshkent shahridan, Toshkent atrofidan arzonroq hovli qidirganlar uchun xudo xolasa Keles Ko'kteredan 325 sotuvlik mana shu oldimizda turgan fasadi katta hovlini arzon bahoda sizlarga ko'rsatib beramiz. Mahallani ko'rasizlar, O'zbekona Fayzi mahalla ko'chalar yangi asfaltdan chiqarilgan, svet suv gazidan muammosi yo'q bo'lgan lokatsiyadan mana shu xonadonni 67 ming dollarga xarid qilishingiz mumkin. Buni o'ylab qarasanglar, hozirgi paytda 3 xonali kvartiralar narxi ham 70 ming tepasi bo'lyapti. Qaranglar, mana shu xonadon srochniy sotuvga qo'yilgan. Katta ko'changizga taxminan 500 metr masofada, hamma sharoitlari bor. Mana shu xonadonni ko'rib chiqamiz. Kvartirada yashab, tiqilib qolib, ham bola-chaqalar ko'paygandan keyin baribir xonalar torlik qoladi. Kvartirada ancha qiyin, buni bilamiz. Shunaqa kvartiradan qiynalganlarga zo'r variant ekan, 67 ming dollarga 325 sotuv. Keles generalda mana shu hovli sotuvga qo'yilyapti. Hovlini ko'ringlar, yangi hovli emas, lekin chiroyli qilib ta'mirdan chiqarilgan, yaxshi sharoitli xonadon srochniy sotuvga qo'yilgan. Kirishimizga mana shu katta огородlar qoldirilgan. Hovlida ana so'rilar usti yopilgan. Mana yoz paytlarida bemalol tapchanlarni qo'yib maza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Darvozaxonaga moshina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bismillah deb bir chekkadan xonalarni ham ko'rib chiqamiz. Ko'rdinglar, fasadlar 100% bitkazilgan, chiroyli ta'mirdan chiqarilgan. Bu yoq tarafga kiradigan bo'lsak, mana shu koridor orqali xonadagi kirib boramiz. Chiroyli moshika bo'lib ochilgan, yangi eshiklar qo'yilgan. Chap qo'ldan boshlaydigan bo'lsak, ikkita zal, katta mehmonxonani ko'ramiz. Bu yoq tarafda glandiy mehmonxonasi, katta razmerda. Yonida mana yana bitta mehmonxona, ikkiga bo'lib qo'yilgan. Xohlasanglar mana shundan bitta devor qilib bo'lib yuborsanglar ham bo'ladi, yoki mana shu o'zi bemalol mehmonlar kutsanglar bo'ladi, ikkita taraf. Bu tarafda mehmonxonaning yonida bitta spalniyni ko'ramiz. Katta razmerda, o'zining ichida bitta dushovoy qilingan, mana dushlari bor. Bu yoq tarafda ko'rdinglar, 3 bu yoq tarafda bolxonaga chiqadigan bo'lsak, xudo xolasa 4 ta xona bo'lyapti. Bolxona ham mana bitta xona hisobida katta razmerda, yaxshi remontdan chiqarilgan. Remontdan keyin hech kim yashagan emas, zo'r sharoitli xonadon. Bu tarafda 4 ta xona bo'ldi, past tarafni ko'ramiz endi. Past tarafimizda bu yerda mana oilaviy nonushta qilish bitta xona bo'ladi. Ichkarida yana bitta katta mehmonxona joylashgan. Chap tarafimizda kuxnyani ko'ramiz. Общий 5 ta xona bo'lyapti. Bu tarafda mana umumiy bitta sanuzel xonasi. Yonida hojatxona. Bu yerga mana yoz paytlarida mazaq mashina ham joy qilib o'tirsanglar bo'lar ekan. Xonadonga 67 ming dollar narx belgilashgan ukalar. Keles generalda joylashgan, hamma sharoitlar bor. Yaxshi lokatsiyada. Srochniy pul zarur bo'lib qo'yganda shuni narx qo'yib yuborishdi. Xonadon sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, video tagida ma'lumot uchun nomerlar bo'ladi. Aloqaga chiqib, bemalol lokatsiya orqali kelib, egalar bilan savdolashib olsanglar bo'ladi.